Piramida. 67-savol. Demak, o'simlik quyon lochindan iborat degan. O'simlik quyon lochindan iborat. Demak, aytgandek, bu produsent, bu birinchi tartib yoki birinchi darajali konsument, ikkinchi tartib yoki ikkinchi darajali konsument. Bu konsument, bu heterotrof hayvon hisoblanadi. Oxirdagi lochin x, u 10x degan, quyon esa 100x degan bo'lyapti. Bizda quyonnikidan lochinniki kam deydi. Quyon 10x edi, x dersak 630 bo'ladi. 10x dan 1x eksak 9x, 630 bo'lsa 639 ga bo'lsak 70 bo'ladi. 70 kilogramm lochin, 700 kilogramm quyon, 7000 kilogramm o'simlik bo'ladi. Bizda produsent toping deganki 7000 kilogramm bo'ladi. Keyingi masala ham shu masala. Bunda konsumentlar biomassasi toping. Konsumentlar degani quyon bilan lochin bo'ladi. Quyonimiz 700, lochinimiz 70, 770 bo'ladi. A javob bo'ladi. 68 ga aytgan umumiy biomassasi. Endi o'simlik ham, quyon ham, lochin ham degan. Demak, 7770 kilogramm bo'lsa, 7770 kilogramm bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 70 ga o'simlik quyon lochindan iborat ozisancha. Demak, x 10x 100x bo'lsa, lochinniki quyonnikidan 540 kilogramm kam deydi. Quyon 10x, lochin x 10x dan x 1x dersak 9x bo'ladi, 540 bo'ladi. 549 ga bo'ladigan bo'lsak 60 bo'ladi. 60 kilogramm lochin, 600 kilogramm quyon, 6000 kilogramm o'simlik bo'ladi. Bizda produsent degan bu o'simlik produsent, birinchi darajali yoki birinchi tartib konsument, ikkinchi darajali ikkinchi tartib konsument bo'ladi. Ular daraja bilan bir xil, ikkalasi heterotrof bo'ladi quyon bilan lochin. Produsent degani bu o'simlik bo'ladi, 6000 kilogramm bo'ladi. Javob A variant. 71 ga konsumentlar biomassasi. Konsument esa quyon bilan lochin bo'ladi. 600 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsak 660. Javob C variant bo'ladi. 72 da umumiy biomassa degan 6600 va 60 uchalasini qo'shadigan bo'lsak 6660 bo'ladi. A variant bo'ladi. 73 o'simlik quyon lochin, o'simlik produsent, quyon birinchi tartib konsument, ikkinchi tartib konsument va lochin bo'ladi. X 10x 100x bu hammasi bir xil tipdagi masalalar bo'ladi. 10 dan 1 ayirsak 9x, 360 ga bo'lsak 40 bo'ladi. 40 400 4000 bo'ladi. Bizda produsentning biomassasi degan produsent 4000 kilogramm. A variant bo'ladi. Konsumentning biomassasi, konsument quyon bilan lochin bo'ladi. Quyon 400 edi, lochin 40. Qo'shsak 440 kilogramm bo'ladi. B 440 kilogramm bo'ladi. B variant bo'ladi. Bu yerda C variantga adashib yozib o'rganman. Umumiy biomassani so'rayapti. A javob bo'ladi.